aytishyapti. Yangi shopirlar, shashilmanglar. Sizlarga bo'l tez yurmaysanmi deyotgan odam bir joyini qirib shilib olsalaring, ertaga shtraf to'lab bermaydi o'ndilaringga. Shuning uchun poyezdni xodimi shashiltiryaptimi, boshqasi shashiltiryaptimi, ishlaring bo'lmasin. Shashilmay, o'zlaringni bilib, mana oynadan boshni chiqarib olib, hamma qatori, bitta aqllilik qilishni hojati yo'q. Men shunday bakavoydan qarab ketib boraman, oldilabavoydan qarab ketib boraman. Yangi misra bitta eksperiment qilmay qo'yaveringlar. Kerak bo'lsa 50, 60, 70 ga kirgan odamlar ham boshini sekin chiqarib olib, 50 yildan beri fuga minayotganlar ham xotirjam shashilmay kirib boradi. Mana hech kim bosayotgani yo'q, hech kim o'zini ko'rsatib, nima qilayotgani yo'q. Tinchgina mana shu qatori 5 tezlikda kirib boraverasizlar. Bo'ladi bitta ikkita orasida aqllilari, davay yur tez yoki xodimlar baqirib tashlaydi. Bos tez deb. Qaramanglar unaqasiga. Mana yetib keldik o'ziga ham. Mana shu joydan boshlab oynani ochib olib, mana shashilmay, u bilan bemalol distansiyani saqlab oldidagi odam bilan. Hatta shashilishni hojati yo'q. Baribir poyezd hamma uchun bir xilda yuradi. Oldidagi tezda kirib olganlar ketib qolib, siz sekin kirganingiz uchun qolib ketmaysiz. Oldimdagi ham, orqamdagi odamlar ham shashilmaydigan ekan. Bo'lishi mumkin, sizda oldingizdagi tez ketib qoladi-da, orqangizdagi signal chaladi.